Man navaram skolyoza deb beriladi. Yaqinda borib shu tekshirtirib kelishganda 1 oy oldin. Shunda skolyoz deganida keyin o'g'lim navaram mana Garmonolux ichdi. Garmonolux 3 tomchidan kelin beryotgandilar. Keyin pastalarni yaladi, oqini ham, qorasini ham yalab yurishdi. Keyin Smart ichishni boshladi 0,3 grammdan, keyin 5 grammgacha chiqazib. Zaryadkalar qilib turdi. Hozirgi kunda skolyozlari ketib, yaxshi bo'lib, natijalarini olib, doktorga borib tekshirtirganimizda skolyozlari yo'q, juda ham tez chiroyli natija oldinglar deb aytishdi. Ham massajlar ham oldik, mana shu dorilarni ichirdik, balzamlarni. Shundan yaxshi natijalar oldik. Navarlarimni mana shu pastalardan gijjalar tushib, yuzdagi oq petnolar ketdi. Qancha vaqt ichdi navaringiz? Hozir ham ichyapti, 1 oydan oshdi. 1 oyda tekshiruv qilindimi? 1 oyda tekshiruv